Albatta, navbatdagi bevosita suhbatdoshimiz Mingbuloq tumani yuridik xizmat ko'rsatish markazi bosh yurist konsulti Doniyor Jakbar bo'ladilar. Ular bilan demak studiyamizdalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Kayfiyat yaxshimi? Rahmat, Dog'ishkul yaxshi. O'zinglar yaxshimisizlar? Biz yaxshi. Bayram kayfiyatidamiz umuman olganda. Bugungi kunda mana shu mahallalarimizda prezidentimizni joriy yil 3-yanvardagi mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish bo'yicha qarorlari chiqdi. Bu bo'yicha bugun adliya organlari va umuman Mingbuloq tuman adliya bo'limida qanday bir ishlar amalga oshirilyapti? Darhaqiqat hozirgi kunda mahalla instituti mahalla tizimini samaradorligini, ish faoliyat samaradorligini oshirish, jozibadorligiga alohida e'tibor berilmoqda. Xususan, o'sha yurtboshimiz tomonidan joriy yil boshida 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarlikni bartaraf barvaqt oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar rejasi tasdiqlandi. Mazkur qarorga asosan har bir mas'ul idora va tashkilotlar rahbarlariga 2025-yil uchun huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish asosiy vazifa sifatida belgilab qo'yildi. Xususan bu qarorga asosan huquqbuzarliklarni oqibati bilan emas, balki uni sababini oldini olish ustuvor vazifa sifatida belgilandi. Xususan to'rtlik rahbarlariga, mazkur qarorga asosan to'rtlik rahbarlariga, ichki ishlar organi rahbar o'rinbosarlariga, Milliy gvardiya qo'riqlash xizmati boshliqlariga o'sha kriminagen vaziyat og'ir bo'lgan mahallalar biriktirilib, ular bilan bevosita hududda ishlash vazifasi yuklatildi. Ularni faoliyatini nazorat qilish maqsadida Bosh prokuratura huzurida respublika muvofiqlashtirish ishchi guruhi tashkil qilindi. Xususan, mazkur qarorga asosan yana bir yangilik sifatida baholasak bo'ladi. Kriminagen vaziyat og'ir mahallalarda profilaktika kichik profilaktik inspektor faoliyati yo'lga qo'yildi. Mazkur inspektorlar asosan mahallalardagi maktab bitiruvchilari, talabalar va migrantlar, mehnat migrantlari bilan asosan ishlash belgilab qo'yildi. Shuningdek, ichki ishlar organlarida migratsion profilaktika bo'linmalari faoliyati yo'lga qo'yilib, tumanlararo ma'muriy konvoy guruhlari faoliyati yo'lga qo'yildi. Tajriba sinov tariqasida mahallalarda o'sha profilaktika bo'linmalarida ma'muriy amaliyot guruhlari faoliyati yo'lga qo'yildi. Ushbu guruh asosan jinoyatchini qo'zg'atish rad etishga oid hujjatlarni olib, ulardagi o'sha ma'muriy huquqbuzarlik bo'lgan holatlar yuzasidan rasmiy hujjatlarni tayyorlash vazifasi belgilandi. Mazkur qarorga asosan mahallada huquq tartibot maskani tashkil etildi. Mazkur maskanda asosan profilaktika inspektorlari, xotin-qizlar masalalari bo'yicha probatsiya, tezkor qidiruv va post patrul xizmati xodimlari kiritildi mazkur maskanga va natijada 5 ta mahallani o'sha mikrohudud sxemasi yo'lga qo'yilib, jinoyatchilikni oldini olishni tezkor tizimi joriy qilindi. Shuningdek, o'sha jinoyatchilik huquqbuzarliklarni sodir etish yoki bundan jabr ko'rganlarga ko'rish bilan bog'liq ko'radigan fuqarolarga tibbiy, pedagogik, psixologik, huquqiy tomonlama moddiy yordam, ya'ni ko'mak ko'rsatish maqsadida ijtimoiy profilaktika tadbirlari tashkil qilindi. Mahallalardagi raislar asosan o'sha mas'ul xodimlar bilan birgalikda ijtimoiy profilaktika tadbirlarini o'tkazish belgilandi. Xususan, mazkur qaror bilan o'sha mahallalarda, o'sha kriminagen og'ir vaziyat mahallalarda namunali xavfsiz ko'cha, namunali xavfsiz yo'lak tashkil etish belgilandi. Buni natijasida aholini o'sha tashkilotlarga ishonchini yanada ham oshirish, o'sha jamiyatda yurish-turish qoidalarini o'sha bajarish bilan bog'liq bo'lgan holatlar yuzasidan o'sha namunali xavfsiz ko'cha, namunali xavfsiz yo'laklarni tashkil etish tadbiri belgilab qo'yildi. Qarorga asosan o'sha namunali kriminagen vaziyat og'ir bo'lgan mahallalarda o'sha namunali xavfsiz ko'cha, namunali xavfsiz yo'lak tadbirlarini tashkil etilgan mahallalarga o'sha tuman shahar mahalla byudjet mablag'lari hisobidan
moddiy rag'batlantirish tadbirlari, shu mas'ullarga moddiy rag'batlantirish tadbirlari o'tkazish belgilangan. Mazkur qaror ijrosi yuzasidan bizning hududda Adliya vazirligi o'zini vakolat doirasida asosan fuqarolarning huquqiy ongi madaniyatini oshirish, huquqiy targ'ibot tadbirlarini amalga oshirish maqsadida har hafta chorshanba kuni huquqiy targ'ibot kunlari o'tkaziladi mahallalarda, o'sha reja grafik asosan. Shuningdek, uyma-uy yurish tadbiri orqali fuqarolarni o'zlarini qiynab turgan huquqiy muammolarni o'sha manzilli tartibda joyiga chiqib muammolarni o'rganilmoqda hozirgi kunda. Bu bevosita huquqiy mahalla konsepsiyasi doirasida tashkil etilgan. Bilamizki, mahallalarda qayerga murojaat qilishni bilmaydigan, masalasi muammosi bor, lekin qaysi manzilga yoki qaysi bir tashkilotga murojaat qilishni bilmaydigan yoki bu haqida bevosita ma'lumotga ega bo'lmagan insonlarimiz bor. Albatta. Va mana shunday jihatlardan biri o'sha masalani joyida hal qilishga, ijobiy hal etishga imkon beryapti va bu tizimni joriy etilishida bevosita tashkilotlar bilan hamkorlikda ishga yo'l qo'yilgani, o'sha tizimni, o'sha mahallani ichiga kirganda qaysi yo'nalishda bugun muammo bor va masalani yechishda esa to'g'ri o'sha tashkilotga yo'naltirilsa, o'sha kamchiliklarni ham, muammolarni ham tezroq bartaraf etish, aniqlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bevosita bittagina o'sha Mingbuloq tumanining o'zida, masalan, aholini bevosita suyultirilgan gaz bilan bog'liq muammolari ijobiy hal etilganini bevosita xabardor edik va bundan tashqari o'sha nikohni qayd etish masalalari bilan bevosita bog'liq jihatlar ko'zga tashlandi va keyinchalik bu jarayonlar uzviy davom etib nimalar yana ijobiy hal etib borilyapti. Hozirgi kunda tuman adliya bo'limi tomonidan mana mart oyida o'sha ayollar bilan bog'liq, ya'ni huquq aksiya doirasida aksiya o'tkazish belgilandi. Bu bilan ya'niki o'sha zo'ravonlikka uchragan ayollar bor yoki o'sha tazyiqqa uchragan ayollar bor. Ular bilan bevosita manzilli tartibda ish olib borib, hamkorlar bilan, xotin-qizlar faollari, ijtimoiy xodimlar bilan birgalikda o'sha ular bilan birgalikda ishlab, ularni shu tazyiqdan, zo'ravonlikdan chiqarish masalasiga, bundan tashqari o'sha yuqorida aytib o'tganingizdek, hujjatsiz fuqarolarimiz juda ko'p. O'sha metrikalarini yo'qotib qo'yishgan, o'sha tug'ilganlik haqida guvohnomalar yoki fuqarolik pasportiga ega bo'lmagan fuqarolarimiz juda ko'p. Hozirgi kunda joyga chiqib, hudud uyma-uy yurish orqali mazkur muammolar aniqlanyapti va iloji boricha ijobiy hal qilinmoqda bu borada muammolar. Xususan yana bir ajoyib o'sha tadbirlardan bittasi o'sha hamkor tashkilotlar bilan birgalikda bevosita o'sha biza vazirlik orqali vazirlikka murojaat yo'llash tartibi joriy qilingan alohida platforma yo'lga qo'yilgan. Onlayn mahalla adliya uz sayti orqali yoki adliya mahalla uz sayti orqali ularning murojaatlarini bevosita qabul qilyapmiz hamda belgilangan muddatda ijobiy tarzda hal qilish harakatini qilyapmiz. Demak, bugun bevosita murojaatlar yuzma-yuz, bundan tashqari elektron manzillar orqali ham taqdim etilsa, uning masalasi ko'rib chiqiladi, ijobiy hal etib borilmoqda. Va bu eng asosiysi tezkorlik bilan hal etilayotgani ham fuqarolarimizni bir ishonchini qozonishda yaxshigina samara beryapti. Va o'ylaymizki, bu boradagi ishlar tizimli ravishda viloyatimiz mahallalarida davom ettiriladi va bunda adliya organlari o'zlarining beminnat xizmatlarini bajarib kelishadi, xizmat ko'rsatishadi. Bu boradagi ishlaringizga omad va muvaffaqiyatlar tilaymiz. Kelganingiz uchun rahmat. Azizlar, efir soatlarimiz davom etadi. Yaxshi kayfiyat sizga hamroh bo'lsin. Guldasta dasturini jonli efirlarda kuzatib boryapsiz, tomosha qilib boryapsiz va bizni bir vaqtning o'zida radio orqali tinglayotganlar ham bor. Ularga ham yaxshi kayfiyat tilaymiz. Yo'llarda bizni o'zlariga hamroh bo'lib tomosha qilib ketayotganlarga yo'lingiz bexatar bo'lsin. Ko'zlagan manzilingizga eson-omon yetib oling deb qolamiz. Va biz yuqorida suhbatdoshimiz bilan 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimini samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezidentimizning qarori bo'yicha Mingbuloq tumanida olib borilayotgan ishlar haqida sizlarga ma'lumot berishga harakat qildik. Albatta. O'ylaymizki, va viloyatimizdagi mahallalarda bu bo'yicha tizimli ravishda ishlar davom ettiriladi. Va biz davom etamiz. Chiroyli qo'shiq dasturlarimizga yana bezak beradi. Marhamat.